Assalomu alaykum. Hop, yangi programmamizda ishlash tartibini qisqacha tushuntiramiz. Asosiy nimasi bu reyslarda kanalingizdagi shunaqa ko'rinadi. Bu yerdan o'sha oy-moy tanlashlaringiz mumkin. Bosganda hozircha sekinroq ishlab turibdi. Hamma reyslar bor. Yana qo'shilishi ham mumkin. Qo'shilsa tagidan ko'rinib turaveradi. Bu yoqdan yana misol uchun yo'nalish tanlasangiz bo'ladi. Faqat Toshkentda uchadigan reyslar Andijondan, Termizdan shunaqa tartibda ketaveradi. Yoki ikkita joydan uchadigan reysni bir vaqtda ko'rmoqchi bo'lsanglar, bunaqa tanlaysiz. Bu yoqdan oyini ham o'zgartirsangiz bo'ladi. Ikkita filtr bir vaqtda ishlayveradi. Misol uchun. Agar hammasini 0 qilib yubormoqchi bo'lsanglar, mana buni bosasizlar dumaloqni. Buni bosganda hammasi 0 bo'lib ketadi. Boshidagi holatga qaytib qoladi. Xo'p, keyin bu yoqdan mijoz qo'shish bor. Bu yerdan mijoz qo'shayotganda birinchi filial tanlaymiz. Misol uchun Toshkent. Agar agentlaringiz bo'lsa, sizlarda o'sha agentni bu yoqdan tanlab qo'yasizlar. Ya'ni agentni odami bo'lsa. Chunki bu yozilgan odam narigi agent akkauntdan kirganda agentga ham ko'rinadi-da. Agentni misol tanlasangiz operator tanlay olmaysizlar yoki operatorni hali qo'shmaganmiz. Unaqa ishlarimiz yo'q bo'lgani uchun uni tanlaganda bu tanlanmaydi xullas. Bu yoqda ism, familiya, hamma ma'lumotni kiritasizlar. Reys tanlanadi, misol uchun yo'nalish. Qanaqasi, sanani yoki yana schemadan qilaylik. Ko'proq. Qaysi sana bo'lsa o'shani tanlaysizlar. Xo'p, misol uchun 4-da olaylik. Bu yoqda mana paket chiqaveradi. Yoki ikkinchida ikkita paketimiz bor edi. Odam yozayotganda to'lgan paketni to'ldi deb qo'yadi. Hali mana ikkinchidagi paketga qolganlar odamini kiritmagan to'liq. Shunaqa holatda turadi. To'lgan paketga emas, bunisini belgilab yozib ketaverasizlar. Yoki misol uchun sizlarda 5 ta odam keldi. Mana birinchisida 2 ta joy bor. Bunisi hali bo'sh turibdi, ikkinchisi. Bo'shiga belgilab yozib ketaverasizlar 5 ta odamni. Xona turini doim tanlash shart emas. Agar zakazga bo'lsa, misol uchun double bo'lsa, triple bo'lsa yoki misol uchun 4 kishi keldi, ayol erkak aralash, biz birga turamiz desa, 4 ta odamnikini belgilab qo'yasizlar bu yoqdan. Yoki double, triple bo'lsa, buni avtomat belgilasalaringiz bo'ladi. Xo'p. Ochib buni narxni avtomat hisoblaydi. Siz sotilgan narxni yozasizlar. Nech pul boshida nech pul to'lov qilsa, o'shani yozib ketaverasiz. Naqd karta, bank. Bu yerga faqat to'lovni izohi yoziladi. Mana shu joyga. Klientni izohi, misol uchun nima dardi bo'lsa, mana bu yoqqa yoziladi. Klient izohini bu tomonga yozasizlar. Bitta ma'lumot to'ldirib bo'ldilaringiz. Keyin mana vizasi bo'lsa agar o'zini vizasini belgilab ketiladi yoki chaqaloq bo'lsa bossangiz onasini tanlash degan joy chiqadi. Bu yerda o'sha birga yozilgan odamlar ko'rsatadi. O'sha bilan. Yangi, ya'ni bitta oila bo'lsa qaytadan chiqib qo'shish shart emas. Mana shu yerda o'zidan qo'shib ketaversa ham bo'ladi. Yangi mijoz qo'shish qilib. Keyin mijozlar bazasi degan joy bor. Bu yerda общий mijozlar ko'rinadi. Xohlagan paytlaringiz bu yerdan o'zlaringizni yozgan mijozlaringizni ham belgilasangiz. Faqat o'zlaringizni mijozlar ko'rinadi. O'zingiz yozganingiz. Bu yerdan ism, familiyasini yozsangiz mumkin yoki ketgan oila yoki yozilgan paketni bu yerdan tanlab olsangiz bo'ladi. Keyin qarzdor mijozlarimiz bor. Bu yerda tushib ketgan mijozlar hali to'lov yopilmagan bo'lsa, siz o'zingiz olgan bo'lsangiz, sistemaga kiritmagan bo'lsangiz shu yerda turadi. Bu hozir to'liq ishlamayapti, ishlatib qo'yamiz buni. Uchmagan, hali reysi uchmagan mijozlar, qarzlar. Bu yerda faqat o'zlaringizni mijozlaringizni ko'rib tura olasizlar, xolos. Topshiriqlar bo'lim bor. Bu yerda sizga biriktirilgan topshiriq ko'rinadi. Uni
foydalanuvchi tanlab, kimdir rahbarlarga topshiriq bersa, shu yerda turadi. Uni topshirdim, bajardim qilinadi, shu yerda ko'rinadi ham. Biroqda ko'raylik. Foydalanuvchi bu qilishni xonaga bo'lindimi deb yozsak bo'ladi. Topshirish muddatini misol uchun 10.07.2026 saqlash deb yozsak saqlashadi. Boshlangan turibdi. Buni bu yerdan o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Boshlandi, yakunlandi, boshqa qilib tahrirlashdan. Xo'p, keyin mijozdan to'lov degan joyi bor. Mijozdan to'lovni shu yerdan kiritib ketaverasizlar. Mijozdan to'lov qo'shish qilib bosasizlar. Bu yoqda mijoz tanlanadi. Qiymati, turi, qanaqa izohi. Agar cheki bo'lsa, chekini ham shu yerdan yuklab ketaverasizlar. Shuni belgilab yuklanaveradi. Reyting degan joy bor. Bu yerda qaysi filial ko'p odam olgan bo'lsa, o'shalar shu yerda chiqib turadi, xudo xolasa. Top menejerlar. Qaysi menejer ko'p odam yozgan bo'lsa, o'shaniki chiqib turadi odamlar. Hozir qisqacha mana shunaqa tartibda nima qilsak bo'ladi. O'rganib ko'rib chiqsalaringiz, qanaqangi qo'shimcha savollar bo'lsa, boshqa bo'lsa, menga chiqsalaringiz, yana tushuntira olaman. Va yana qo'shimcha programma hozircha test rejimida ishlab turibdi. Mabodo kamchiligi chiqsa yoki qayerda ishlamay qolsa, ko'rsatmay qolsa ma'lumotni yokida sizga mana shu programmadan ko'rish kerak bo'lgan, yana qulayroq taklif bo'lsa, ishlash uchun qulayroq qilinadigan ish bo'lsa, aytsalaringiz uni to'g'irlatamiz, qilib chiroyli qilib, xudo xolasa.